Salom hurmatli obunachilarimiz, bugungi obzorimizda Toyota zamok. Bu zamogimiz Toyota Camry. Toyota kilti ne bilan bir xil. Prado'lardagi bilan bir xil. Arasi yaqin, prosta bu yoqda qolgan korpusida ozgina farq bo'ladi. Prado'larning stari выпускasilar bilan menimcha bir xil. Данный momentda bu Camaro zamok. Bu qanday ochiladi? Bu zamok evvelli kimler tomonidandir bir remontlangan ekan, burroq. Açtık. Zamokning kiliti yo'q ketgan. Короче, unday ekan bu sistema. Evvelgi ochgan odam neto'roq ochgan, xato ochganda zamokni. Mana ko'rib turganingizdek, uyda ikki teshik bor menakay. Mana uyda palos kelib turib menga neda bo'lish kerak, birini sindirib ochibdi. Adashmasam bu yerda ozgina uchi charlanatdan menir, undan keyin menga palos bor ustda. Shu palos ochilgandan keyin neyimiz mana bunday ochilish kerak bo'ladi. Bu mana shu korpusda ochmagancha ichidan lichinkani chiqara olamiz. Lichinkamiz chiqib tuzilgan. Tak. Mana bu yerda turadi, bu neni ochadi? Rolning blokirovkasini. Razblokirovka. Nakay. Bu yerda da bunun o'zining nesi var, bunaki yuratan yo'li. Mana ko'rganlaringizdek buni ochiladi bunaki. Mana buni nelar bekorga emas. Ограничитель. Ya zamokning on off start stop startga to'langan vaqtida ограничение shu yerdan beriladi ekanda bularda. Toyota zamokda. Buni aylanib tushdi. Uzatmışsan işte. Buna nazarım sonraki bitken vaqtda ichga kirib ketadi. Kilti tiqqan vaqtda qaytib chiqadi. Bu mana mexanizmda harakatga keltiradi buni. Короче, mana bunday tillarda keyin ustidan zamogimiz. Mana. Keyin bu yerda mana bunday stoperning kolchasi bo'ladi orqasida. Stoperning kolchasi qo'yilib ketgandan keyin Tajima ko'rib turganingizdek pin ham olib tashalgan. Bu yerda bor yo'q 5 dona pin chiqdi, aslida 8 dona pin bo'ladi. Keyin bu yog'i bular